Barchamizga ma'lumki, avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalarining buzilishi va haydovchilarning e'tiborsizligi natijasida avtotransport vositalariga texnik shikast yetkazuvchi to'qnashuvlar kuzatiladi. Bunday holatlarda ushbu hodisalar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, yetkazilgan zarar huquqbuzarlar tomonidan qoplab beriladi. Afsuski, hozirgi kunda bu kabi huquqbuzarliklarni sodir etib, voqea joyidan surbetlarcha ketib qolayotgan haydovchilar ham kuzatilmoqda. Ularni aniqlashga esa vaqt hamda kuch va vositalar sarf etilmoqda. Ana shunday holatlarni oldini olish, keng ommaga yetkazish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudi bilan hamkorlikda sud majlisi o'tkazildi. Sud davomida transport vositalariga texnik shikast yetkazib, voqea joyidan ketib qolgan haydovchilarning ishlari ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudi sudyasi tomonidan huquqbuzarlarga qilgan huquqbuzarliklari oqibatlari, keltirgan zararlari to'g'risida atroflicha tushuntirildi. Jabrlanuvchilarning fikrlari tinglandi. Achinarlisi, ushbu huquqbuzarlarning orasida bu harakatni avval ham sodir etgan, o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan, belgilangan jarimani ham to'lamasdan qochib yurgan haydovchining ishi ko'rib chiqildi va qaror qabul qilindi. Sud qayd qilingan holatlarga tegishli huquqiy baho berib qaror qiladi. Yusupov Sardorjon Bahridinovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 133-moddasi va 137-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topilsa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 137-moddasi 2-qismi bilan 3 yilga muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 34-moddasiga asosan uzr kesor, demak 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Qolgan 2 nafar haydovchilarga birinchi marotaba sodir etilganligi sababli bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobarida jarima jazolari qo'llanildi.